Agar har bir o'qituvchiga bitta maslahat berish kerak bo'lganda nima maslahat bergan bo'lardingiz? O'z ishiga fidoyilik bilan yondashsa, ko'zlangan maqsadlarga bemalol erishsa bo'ladi. Sirdaryo viloyati Mirzobod tumani ixtisoslashtirilgan maktabning informatika va axborot texnologiya fani o'qituvchisiman. IT tashkilotimiz bo'lgan, deb aytilgan, IT-bank rezidenti bo'lganmiz. O'quv markazimiz bo'lgan, o'quvchilar bo'lgan. Men o'zi kimman? Savol beryapman. Shajara qilib chiqdim. Qaysi tomon yutuqlarim ko'p? Ikkala tomonni ham solishtiryapman. Dasturchimanmi yoki o'qituvchimanmi? Ta'limdagi muammolarni eng tubigacha borishga harakat qilyapman. Muammolarga juda ko'p yechimlar bor, lekin bir kishi bilan qilib bo'lmaydi bu ishni. Ota-onalar bilan uchrashishga borganimda achinadigan holatlar aytadi. Ya'ni pulingni olyapsan, o'qit deydi. Yaxshi politsiyachi va yomon politsiyachi rolini bir xil olib ketasan, talabni ham qilasan, imkoniyatni ham qilib berasan. Ikkalasini birdek olib ketasan. Talab nima? Ilm talab qilasan, imkoniyatni yetarlicha yaratib berasan qo'ldan kelgancha. Hammaga bir marta imkoniyat berish kerak, chunki hech kim bittada zo'r bo'lib ketmaydi. Ayniqsa mana shu narsa bo'yicha ustozlardan, ota-onalardan xafa bo'lib ketaman. O'quvchilar xuddi mukammal inson. Bittada borib, bittada zo'r bo'lib ketish kerak. Bu o'quvchi bular ham bittada zo'r bo'lib o'zgarmaydi, lekin biz masalan shuncha o'quvchidan bittasiga agar qalbiga yo'l topib, uni kelajagiga ta'sir qila olsak, zanjir reaksiyasi. U kimnidir kelajakda kumeri bo'ladi. Sen o'zing kichkinagina muammoni yecha olmayapsan. Sen dasturchi sifatida qaysidir bir kompaniyani katta muammolarni yechishga qanday bel bog'laysan? Birinchi o'rinda farzandingiz kelajagi uchun umuman befarq bo'lmang. Uni ham o'zini xohlagan qiziqishlari bor. Kelajakda o'z xohlagan kasb bo'yicha ketsin, u hech qachon ishlamaydi. Hobbisi, mazza qiladi. Masalan, menda shunaqa. Pedagogika. Dars o'tsam mazza qiladi. Assalomu alaykum. Dilmurod, xush kelibsiz. Rahmat. Dilmurod, avval o'zingizni bizni ko'rib turgan muxlislarga tanishtiring va nima uchun aynan o'qituvchisiz, aytishnik emas? Men Sirdaryo viloyati Mirzobod tumani ixtisoslashtirilgan maktabning informatika va axborot texnologiya fani o'qituvchisiman. Dilmurod Yo'ldoshman. Hop, bu sohaga kirishimda o'zi ham dasturchiman, ham o'qituvchiman. O'tgan yillar men dasturchiman deb o'zim tan olardim. Hozirgi paytda pedagogman tan olaman. Chunki pedagoglik meni hozirda juda yuqori ko'tarilgan. Bunga sabablar bor. Bunga sabab bundan oldin o'zi IT tashkilotimiz bo'lgan, deb aytilgan. IT-bank rezidenti bo'lganmiz. O'quv markazimiz bo'lgan, o'quvchilar bo'lgan. 4 yillik faoliyat yuritdik. 1 oylik armiyaga bordim o'tgan yili. Ungacha men o'quv kurslarida mana bu biznes treninglarda bo'lganman, ko'p master klasslarda hammasida qatnashganman. 1 oy armiyada, 1 oylik armiyada o'zimni tahlil qilishga yetarlicha ziyod vaqt bo'ldi-da. Keyin bordim, 1 hafta, 2 hafta miyaga bitta narsa uradi-da. Mana bu Ahror Xo'ja akani kursida o'qiganman. O'sha kishi bitta zo'r gap bor. Har kun uyg'onganda, uxlayotganda obedda har bunda bitta narsa urib turadi. Ya'ni nima? Buzuq mashinani o'sha holatda yurib turgan mashina mana. Yurib turgan mashina u buzuq. Lekin uni sozlash uchun avvalini to'xtatish kerak. To'xtatmasdan turib bitta detalni ham almashish imkoniyati yo'q. Masalan, motorni almashtirib bo'ladi biror detalni. U yurib turibdi. Keyin shu miyamdan o'tdi, aytdim, borgandan bitta tahlil qilamanda tashkilotni vaqtincha to'xtatib turaman. Yo tashkilotni vaqtincha to'xtataman, yo o'qituvchilikni vaqtincha to'xtataman. Shuni o'rtaga savol qo'ydim. Keyin bordim uyga, yana tahlil ketyapti. Chunki hamma tomonni ko'rishim kerak. Men o'zi kimman? Savol beryapman. Shajara qilib chiqdim. Qaysi tomonni yutuqlarim ko'p? Ikkala tomonni ham solishtiryapman. Dasturchimanmi yoki o'qituvchimanmi? Keyin ustozimdan maslahatlashib ko'rdim. Ustozim aytdi, eng qiyin sohani tanladi, shundan eng zo'ri bo'lasan. Chunki u sohaga ko'pchilik kirishmaydi. Keyin bunday qarayapman, dasturlashda ham tajribam bor, proyekt menejerlik qobiliyatim bor, dasturchiman, unda ham zo'r. Proyektlardan, masalan, o'qituvchilikdan ko'proq pul topasiz. Lekin o'qituvchilikda muammolar yetarlichadan bisyor. Keyin o'zimga shart qo'ydim. Dilmurod, mana senga 1 yil vaqt.
bir yil davomida agar mana umuman natija qilmasang, hozir mana ustozlarga ham aytganman, o'quvchilarga ham bir yil mana o'zimga vaqt berganman. Agar bir yilda natija qila olmasam, ovozga qo'yaman. Ota-onalarga, o'quvchilarga, agar natija yaxshi bo'lmasa, o'zim sohamga qaytaman. Shunaqa shart bilan bir yilga qaytganman. Dasturlash to'liq firmani ham yopdim, to'laqonli. Boshqa ishlarim hammasi to'xtatib, faqat pedagogika. Faqat pedagogika. O'sha ta'limdagi muammolarni eng tubigacha borishga harakat qilyapman. Bir marta depressiyaga ham tushdim, bir hafta davolanib ham chiqdim. Shu oxirgi muammolarga yetish uchun. Chunki bir yil muddat bo'lgandan keyin undan ko'p ish qilishim kerak-da. Nima bo'ladi? Hamma tomonni ko'rdim. Kerak bo'lsa mana bu o'quvchilarni oilasini ham ko'rib, uni o'zlashtira olmasligi nima sababligini hammasini o'ylab oxiri genga borib taqalishini bildimda to'xtatdim keyin. Bir hafta depressiya bo'lib, umuman yotib qoldim. Keyin bo'ldi dedim, asosiy yechim muammoni topdim. Bo'ldi, endi dedim o'zim belgilangan asosiy yo'llarda ketaman. Qanday yechim topdingiz muammoingizga? Muammolarga juda ko'p yechimlar bor, lekin bir kishi bilan qilib bo'lmaydi işte. Kim asosiy rol o'ynaydi bu jarayonda? Bu jarayonda bir kishining roli emas. Ya'ni bu yerda ham maktab eng boshlang'ich o'quvchilar va ota-ona. 3 ta tomon hamkorlik bo'lmasa, bu ko'zlangan maqsadga erishish qiyin. Hozir aytdingiz-ku, shu muammoni yechimi genga borib taqaladi dedingiz-ku. Aytaylik, o'sha bir nima deydi, genetikasi yaxshi emas yoki masalan ota-onasi ilmli bo'lmagan, o'qimishli bo'lmagan oiladan chiqqan bola maktabda tahsil olyapti, to'g'rimi? Uni geni yomon ekan deb u bola o'zgarmaydimi shunda? Yo'q, o'zgaradi. O'qituvchilar borini beradi, lekin u yerda onaning ham roli katta. Onaning ham roli katta. Chunki bunga yaqqol misol adashmasam Albert Einstein edi. Siz farzandingiz bu maktabda o'qishga noloyiq, bu maktabdan olib ketishingizni so'raymiz deb xat yozishadi. Unday holatda onani katta yordamchi ekan. Xuddi shunday prezidentimiz ham ta'kidlayapti mana bu masala bo'yicha, ya'ni ayollarga ko'proq ayollarni o'qitaylik, ayollarni ilmli qilaylik, ayollarni shu sohada o'zini ko'rsatishga zamin yaratib beraylik deyapti. Bu haqiqatda to'g'ri. Chunki erkak kishi bari ko'chada ko'proq yuradi. Ayol kishi esa baribir xohlaysizmi yo'q, boshidan tug'ilishdan u o'zi yurib qadam bosgungacha ko'proq baribir ona bilan bo'ladi bolalar. Hech bo'lmasa ota-onada ishonch bo'lishi kerak, to'g'rimi? Farzandiga. Xuddi shunday. Lekin shunaqa jarayon bo'ldi. Men mana pedagogik faoliyatimda ota-onalar bilan uchrashishga borganimda achinadigan holatlar ham aytadi. Ya'ni pulingni olyapsan, o'qit deydi. Keyin aytamanda, ota-onaga sen qiziq bo'lmasang, menga qiziqsan. Sen taqdiring menga qiziq. Chunki sen ertaga jamiyatda baribir o'z o'rningni topa olishing kerak. Chunki ota-ona baribir xatosini qachon tushunib yetadi, lekin unga kech bo'ladi ungacha. Qaysidir bolaga ta'sir qila olganingizni his qilyapsizmi? Ha. Qanday misollaringiz bor? Bu bo'yicha boya gen dedim, nimaga bu tajriba ham qilib ko'rdim. Xudo kechirsin, boshida endi o'yladim, agar o'xshasa dedim, yaxshi bo'ladi. O'xshamasa dedim, men borimni bergan bo'laman dedim. 2022-yilda tajriba o'tkazdik. Ya'ni bitta farzand mana maktabda o'qiydi, o'qish yozish bilmaydi. Buni bilaman. Endi akasi Rossiyada ishlaydi. Akasi ham xuddi shunaqa. Lekin ota o'qish yozish biladi. Ona tomonga borib taqalyapti. Ko'proq genni onadan oladi deyshadi farzandlar. O'g'il bolalar onadan olinadi. Keyin nima qildim? O'qituvchi yo'lladik. O'zim o'qituvchi yo'llar iltimos qilib boshlang'ich o'qituvchisini. Opa dedim, mana dedim, sizga o'quvchingiz, sizga zo'r imkoniyatni, men sizning mahoratingizga ishonaman dedim. Faqat dedim, bitta sizda iltimos, bolani dedim, bittada ko'ngli o'ksintirib qo'ymang. Ta'limda u shu bilan butun umrga norozi bo'lib ketmasin ustozlardan. Buni holatini o'zingiz bilgan holatda faqat dars berishingizni sizdan iltimos qilaman, faqat ruhiyatiga ta'sir qilmang. Har qanday vaziyatda ham sizdan iltimosim, kelishdik. O'rtada pul ham qo'yildi, chunki baribir moddiy. O'zingiznikini tikyapsiz? Yo'q.
u yerdan olyapman, akasidan homiylik olyapman. Rossiyada Akasidan- ishlayotgan. Akasidan homiylik olyapman, chunki u ham ertaga taqdiri shunaqa bo'lib qolmasin deyapman. Yordam beryapti akasi. Ha, akasi yordam beryapti. Keyin nima qildik? O'qituvchi gaplashildi. Qishloq farzandi. Keyin uni aytdim, to'xtang dedim, buni dedim o'qishini qishloqdan ko'chiramiz dedim. Alohida bitta yaqin qarindoshimni domga joylashtirdik. Yeb ichish hammasi cho'tki zo'r. Muammolar hammasi yechilgan. Faqat o'qish kerak. O'zim kechki payt boraman, motivatsiya zo'r berib kelaman. U qanchadirgacha yetadi-yu, lekin baribir o'zida bo'lishi kerak-da. O'qiyapti, biz ko'zlagan natijani baribir bermayapti. Birinchi oy ko'ryapman. Yo'q. Ustoz aytayapti, menga puling kerak emas, mana pul. Mana shuncha pul beraman. Iltimos men o'qitmayman deyapti. Mana pul O'qitmaslik uchun. Yo'q. Mana men senga pulni beraman. Maqsad pulda emas. Iltimos men bu onamdan olib chiqib ket. Nima bilan tugadi? Keyin birinchi oy bo'ldi, ikkinchi oy o'tdi. Ustozga rahmat aytaman. Borini berdi. Chunki o'zim ko'rib turibman. Haftada 5 kun bo'lsa, 5 kun dars o'tib keladi. 3 oy o'rgandik yozda. O'qish yozishni ozmoz o'rgandi, lekin biz ko'zlagan natija to'liq bermadi. Lekin o'rgandim. Aytdim, baribir dedim, keyin bu yerda universitetga bordim. Chunki genetika bo'yicha men xabarim yo'q edi. Ustozga bordim. Ustoz dedim, shunaqa masala. Bo'lmayapti. Nima qilsak bo'ladi? Keyin aytdi, sen qo'yingdan kelmaydi. Foydasi yo'q dedi. Bu yoqqa xudodan. Keyin ko'rdik, endi bu yerda mo'jiza yuz berishi mumkin. Bolada kuchli xohish bo'lib, Keyin uyg'onish, nimadir o'zgarish. lekin biz qo'limizdan kelgan ishni qildik. Harakat qilib ko'rish kerak. Harakat qilib ko'rdik. Chunki zulmatdan olgancha bitta sham yo'q dedi. Sinab ko'rdik. Ko'zlagan natijani bermadi, lekin yaqinroq bo'ldi. Zo'r. Dilmurod, qarang, baribir erkak kishisiz, oila boquvchisi hisoblanasiz, to'g'rimi? Baribir dasturchilikda pul tomondan, moddiy tomondan boya aytganingizdek imkoniyat ko'proq, o'qituvchilarniki nisbatan baribir kamroq. Lekin nimaga siz baribir shu o'qituvchilik yo'nalishini tanladingiz? Nima sizga ilhom beradi bu yo'nalishda? Missiya degan tushuncha bor. Ya'ni insoniyat dunyoga keldi, uni missiyasi bor. Bunga sabablardan bitta bo'lgan hodisa bor. Ya'ni umuman fikrlashni o'zgartirib yuborgan. Universitetga o'qish kirganman. Bir oyda ishda ketma-ket ikkita voqea bo'lgan. Xo'p, birinchi voqea 3-ya'ni o'qishning 3-kuni, 6-sentyabr 2017-yil. Universitetdan chiqmaydi. Xo'p, men o'zi abituriyentligim Qarshida bo'lgan, Qashqadaryoda. Akamlarnikida o'qib, hujjat bu yoqqa o'zimizga topshirganman. 2 yil tayyorgarlik ko'rib, 2-yil kirganman. O'qishga keldim, birinchi kuni yaxshi, ikkinchi kuni yaxshi o'tdi, 3-kun zo'r o'tdi. Xo'p, 3-kuni uyga qaytishim kerak. Universitet bilan uyda orasida ancha masofa bor, 40 kilometrcha. 5 kilometrni avtobusda yurdik. Keyin avtobusdan tushgandan keyin taksiga minishim kerak. Taksiga shunday minayotgan paytimda pul yo'q. Cho'ntakda. Telefon yo'q. Sirdaryoda men Gulistonda hech kim tanimayman. Telefon raqamlarini bilmayman. Men Qarshida o'qiganman abituriyentlik. Uyga taksi qayerdan ketishini bilaman, lekin u ham ilgari bilardim. To'satdan kelganman. Yangi ona bu, mehmonga o'xshab. Keyin nima bo'ldi? Qo'limda yangi soat, pasport bor, diplomat qo'lda. Kostyum shim, galstuk, zo'r forma. Keyin nima qildim? Pasportni oldimda istalgan odamdan so'rayman, 10 ta odamdan. Farq yo'q. Pasportga avval 10 ta so'rayman, soatga 10 ta so'rayman. Do'konlarga kiryapman, odamlardan so'rayman. Endi noqulayda siz kostyum shimda, galstukda, formada siz pul so'rayapsiz. Men aytayapman, aka, mana soatim. Soat topib qoling, men pasport topib qoling. 5 ming bering deyapman. Shuni uyga yetib olaman.
ertasiga olib ketaman, studentman. Hech kim eshitmadi. 20 ta odamdan so'radim, hech kim eshitmadi. Kimga gapiryapsan demadi. Keyin nima qildim, qarasam kech bo'lyapti. Endi Allohga tavakkaldim. Yo'lga chiqaman. Bo'lmasa masofa 35 kilometr. Nima qildim, ketdim uyga. Uyga sekin yo'lda ketyapman. Yayo. Ha, piyoda. Piyoda ketyapman. Xayol boshida yaxshi ketdi. Endi Alloh bir sinov atdi dedim. Xo'p, keyin bir yarimga bosgandan keyin o'zi sekin xayoldan shaytonda aytayapti. Sen shuncha yordam bergan eding odamlarga. Qara, hech kim yordam bermayapti sen. Seni hech kim eshitmayapti. Qani bu yerda adolat? 5000 so'm yo'l kira. Qani bu yerda? Uygacha 5,5 soat yurdim. Ichimda shu narsa o'tyapti, bo'ldi. Bugundan keyin hech kimga yordam bermayman. Bo'ldi. Yaxshilik qilish to'xtataman, shu yerda bo'ldi dedim. Uyga borgan shu gap. Xayol mana shu. Bo'ldi, men hamma narsani unutaman, bo'ldi, yaxshilik qilmayman hech kimga. Bo'ldi, men faqat alamzadasiz. Ha, shunaqa. Shuni uyga bordim. Bitta uxlab turdimda, kecha nima bo'ldi dedim. Bitta o'zim tahlil qildim. Nahotki deyapman, Dilmurod, bitta sinovdan o'ta olmasang. Sen Yayo yetib bordingiz. Yayo yetib bordim. Eng qizig'i akam ko'rgan men. Nega qaraganda, endi o'zi ham taksida ketgan, akam ko'rgan. Dilmurod hayotda bunaqa piyoda yurmaydi. Akam ko'rgan. Dilmurod ketgan. Uyga borgan. Uyda men yo'q. Kechqurun 10:30 bo'lyapti, yo'q. Keyin akam to'xtadi. Men ko'chada Dilmurod. Telefoningiz yo'qmidi? Yo'q, telefon yo'q. Ko'chada Dilmurod ko'rdim degan. Adashmasam o'sha bo'lsa kerak degan. Keyin ular yo'lga chiqishar, men o'zi yetib kelyapman. Kechki payt 11:30dami uyga kirib bordim. Endi aytdim, shunaqa vaziyat. Pulim yo'q, tanishim yo'q. Hech kim yo'q. Keyin bu kunisi o'zim savol berib, bitta sinovdan o'ta olmasang, bitta sinovga shuncha nolasang, hayot hali oldinda. Bo'ldimi, hayot shu yerda to'xtaydimi sen uchun? Bo'ldimi, sen uchun hayot shu yerda to'xtab, bo'ldi, sahifalarim yopiladimi? Yo'q. Bitta sinovda agar sabr bilan yengsak, keyingilar mukofot bo'ladi. Keyin o'sha o'rinlarda yana bitta akam bitta yaxshi gapni eslayman. Yoshlikda aytib o'tardi, ya'ni adashmasam Amir Temur voqeasi. Amir Temur ham qaysi bir davlatga yurish qilganda oziq-ovqati, narsalar tugab qolganda ayoliga xat yuboradi. Ayoldan ham xat keladi, adashmayotgan bo'lsam. Ya'ni sizning oziq-ovqatingiz tugadi, narsalaringiz tugadi, zarlaringiz tugagan bo'lsa, sizning aql zakovatingiz ham tugadimi degan. Shu mazmunda xat kelgan. Shu keyin shunday lampochka bo'lib yondi-ku. O'shandan keyin to'xtadim. Demak, do'stlarni orttirish kerak. Har qanday joyda, har qanday vaziyatda qiyinchilikdan chiqib ketish uchun o'zing do'sting bo'lishi kerak. Hamma bilan yaxshi muloqotda bo'lishing kerak. Bu eng zo'r yechim. Chunki muammolardan chiqib ketish uchun. Bekorga hozir networking o'rnatish haqida ko'p gapirishmayapti-da. Shunday. Networking eng zo'r, chunki pul bilan bitmaydigan ishlar, tanish bilish, networking orqali, ya'ni bir-biriga maslahat berish orqali ham bitib ketadi. Undan keyin yana bitta voqea bo'ldi. Bu payt paxta terimining oxirgi yili. 2017-yil bir hafta paxta terganmiz. Yoshlikdan bitta narsa bor menda, nimadir o'ylasam, o'sha narsa hayotimda yuz beradi. Nimadir o'ylasam. O'sha paytlarda qaysidir bir qo'shiqchi edi. Qo'shiqda kolodosga tushib ketadi. Klipda kolodosga tushib ketadi, keyin kolodosni chiqarib olamiz, shunaqa bo'ladi. Paxtadamiz. Paxtani 4-5 kuni. Paxtaga chiqdik. Keyin qamish, o't, o'lanlar bor ekan. Aytdim, bu yerda dam oladigan joy bor ekan. Kimdagim o'tsa, bemalol dam olib kelsa bo'ladi. Keyin chanqadi odam. Suv ham o'sha tomondan ekan. Suvni ichdik. Keyin bu yerda o'tmanglar dedim, kalodos bor ekan dedim. Keyin o'sha yerda o'zim qaytishda shunday tushdim-ku, tushib ketdim. 4 ta kalodos, 1 metr 20 santimetrdan
Shuni so'radim, kecha ChatGPTdan so'rab ko'rdim. Qani bu uzunligi qancha bo'ladi? 1.20 dan ekan. 4tasi 480 bo'ladi. Diametri 80 santimetrdan. Ya'ni 1.60 bo'ladi. Eng qiziq joyi tushib ketganman. Shunday tushib ketgan. Eng qizig'i unda simlar mana bunday o'ralashib yotgan joylari bor-da. Tushgan hech narsa qilmagan. Shunday tushib ketdi. Kursdoshlarim ko'rgan. O'sha voqea haligacha aytishadi. Shunday tushib ketdi, hech narsa qilmagan. Keyin bu ham bejizga masjiddinda demak dedim, o'yladim, agar dedim insonni oldinda hayotda missiyasi bo'lsa, unga o'lim kelsa ham baribir yuzlanmas ekan u bilan. Shunaqa. Va qarorga keldim. Demak dedim, har qanday vaziyatda ham biz moddiyat emas, bu yog'iga faqatgina yaxshilik, faqatgina ilm, nima bo'lsa ham faqatgina Alloh yo'lida missiyani bajaramiz. Chunki bizdan qoladigan narsalar yaxshilik. Eslanadigan narsalar ham shu. Shuning uchun bu yo'lni tanladingiz ko'proq. O'zingiz emas. Fidoyilik. Fidoyilik. Ba'zida ko'p shu narsani aytsam, ba'zilar aytadi, tanimaganlar odam aytadi-da, deydi bu deydi, ana bu ochko ishlash uchun qilyapti deydi. Tanimagan odamlar, ko'rmagan, bilmagan odamlar ochko uchun qilyapti, bu PR uchun qilyapti deydi. Aytdim, yo'q. Mayli, mana shu sen qil. PR uchun qil. PR uchun sen qil. Ochko uchun sen qil. Kimdir qilsin, men qilmayman. Lekin hech kim o'zlari ham qilmaydi. Qilganni ham iloji boricha maksimal to'xtatishga harakat qilishadi. Dilmurod, siz bilan tanishgan jarayonimizga qaytaman hozir. Ba'zi biz ota-onalar uyimizdagi 2-3 nafar bolamiz bilan qayergadir borishimga erishdinglar-da. Charchab qolamiz, zarilmi deymiz, boshqa deymiz, qanday tadbir, ko'rgazma, boshqa. Lekin siz o'nlab bolalarni olib berasiz. U tadbirdan bu tadbirga, bu tadbirdan u tadbirga. Nima, bundan maqsadingiz nima? Va buni nima uchun qilasiz o'zi? Ota-onalar iltimos qiladimi? Aslida bilaman, o'qituvchilar o'zi bolalarni olib berishadi, lekin qanaqandir aytilgan joyga yoki reja bo'yicha yoki dastur bo'yicha, o'quv dasturi bo'yicha, lekin men bilan o'sha Google Dafesda hech qanaqa sizni dasturingizda, rejangizda bo'lmagan. Biz o'qituvchilarni hattoki taklif ham qilmaganmiz, lekin siz bir necha nafar o'quvchingiz bilan kelgandingiz va buni doimiy ravishda mana shu kuzatib boraman, amalga oshirasiz. Nima turtki bo'ladi sizga? Bunga qarang, O'zbekistonda yechilmagan muammolar juda ko'p-da. Volontyorlik, agar hamma volontyorlikni bir xil eng yuqori cho'qqiga chiqargan holatda amalga oshirsa, O'zbekiston haligacha rivojlangan davlatlar qatoriga kirar edi. Bu yerda hech qanaqa manfaat yo'q. O'quvchilar, o'zim ko'raman, o'zim yoshligimni eslayman. Yoshligimda masalan kompyuterxonaga kirmaganmiz. O'qituvchilarda ham fidoyi o'qituvchilar bor edi, lekin fidoyi bo'lmaganlar ham bor edi. Xuddi shuni o'zimga ham belgilab olganman. Ya'ni sen yaxshi politsiyachi va yomon politsiyachi rolini bir xil olib ketasan, talabni ham qilasan, imkoniyatni ham qilib berasan. Ikkalasini birdek olib ketasan. Talab nima? Ilm talab qilasan, imkoniyatni yetarlicha yaratib berasan qo'ldan kelgancha. U tadbirda men Daryodan ko'rdim, Daryo'dan. Shuni e'lonni ko'rimda bo'ldi. Demak, zo'r imkoniyat. Shuni o'quvchilarga aytdim, boshida nima dedim, o'yladim, 10 kishi, 15 kishi bo'lsa dedim, maksimal 20 kishiga borardim. Yo'lni qilib borib kelamiz. 3 kun oldin boshlangan sa'y-harakat. Keyin e'lon qildim. Avval bitta sinfga, keyin ikkita sinfga, keyin o'quvchilar keldi, ustoz bizga e'lon qilmaysizmi? Eshitishgan bir-birlaridan. Bir-biriga aytishgan, biz bu yoqqa boryapmiz, biz ro'yxatda o'tdik degan. Keyin bizga e'lon qilmaysizmi? Xo'p dedim. Bo'ldi dedim, mana e'lon qilaman dedim. Eng oxirgi kuni ro'yxatda o'tdik. O'sha kun ishonasizmi yo'qmi, shunday boshlagan bo'lsak, xona to'lib ketdi. Xona to'lyapti. Oxirni bag'rib qo'rqish jarayoni boshlanyapti. Chunki qanaqa olib boraman deb? Qanday olib boraman buni? Chunki dam olish kuni edi-da. Qanday olib boraman? Qanday tashkillashtirdim? Kim yordam beradi?
unchalik mas'uliyati ham bor. Keyin nima qildim? Allohga tavakkal. Agar borish nasib qilgan bo'lsa boramiz. Hammasi yaxshilikka. Nimadir bor. Xo'p, ro'yxatda o'tdik. Avval sonini bilmadim. Keyin ro'yxatda o'tish jarayoni boshlandi. Ba'zi bir o'quvchilar aytayapman, chunki mana bu qaytarishim kerak-da endi. Targ'ibot qildim, endi teskari targ'ibot ham qilishim kerak, chunki o'quvchi ko'payib ketyapti. Endi teskari targ'ibot qilishim kerak, uni qila olmayapman. O'quvchilarga o'ziga aytayman, agar ro'yxatda o'ta olsang, mayli olib ketaman. Ro'yxatdan o't, mayli olib ketaman. Bu yerda endi o'quvchilar bizda maktabda telefon ishlatishi mumkin emas. Ro'yxatda o'tish imkoniyati past. Lekin shunda ham uydagilarga telefon qilib, ota-onasini olib kelishdi. Ota-onasini olib kelyapti. Mana deyapti, farzandim, bu yerga borish kerak deyapti. Bitta ota-ona kelmadi eng qizi. Masalan, bizning maktab uzoqda bo'lsa, mana shaharda uzoq bo'lsa, shahardan kelib ota-onasini olib kelyapti-da uni. Telefon qilyapti, ota-ona kelyapti shahardan. Ishini tashlab kelyapti. Olib boring deb. Ha. Kechki payt. Endi dedim orqaga yo'l oldim. Chunki bola kuchli xohish bilan kelyapti, unga yordam berish kerak. Keyin rahbarimizdan aytdi, siz ro'yxatda o'tkazing, oxirida nechta sonni aytasiz. Xo'p, ro'yxatda o'tkazib hammani hisob-kitob qildim-da, sanab chiqdim. Sanasam 70 taga yaqinlashib qoldi-da. Uni endi qanday aytishni bilmayapman. Nuriddin aka rahbarimiz, yana rahbarlar bor. Ularga qanday aytishni bilmayapman. 70 desam ular bilaman. Ha, 70. O'zi maktabda 250 ta o'quvchi bor. Sirdaryodan Toshkentga kelish. Qanday tushuntiraman bularga? Xo'p, mayli ro'yxatda o'tib oldik. Uni endi tushuntirishimiz kerak ularga. Nima bo'lsa bo'lardi. O'rnaga keldi. Akanim, soni sal ko'p bo'pti dedim. Lekin orqaga yo'l yo'q dedim. Chunki bolalar ota-onalar ishonch beryapti. Endi bir martasiga kuchli qo'llab-quvvatlamasangiz bo'lmaydi. Va boshqa o'qituvchilarni jalb qildingiz. Keyin eng qizig'i, mana bu sonni ko'rgandan keyin o'zimdan qo'rquv yetarlichadan ziyod hayajonlanyapman. Hali borganimiz yo'q. Sonni ko'rib. Chunki uncha o'quvchi bilan kelib ketish men unaqa hali hayotim davomida bo'lmagan. Bizda masalan avtobus yoki boshqa transport masalasi ham hali yechilmagan. Kechki payt soat 7 bo'lyapti. Hali masalalar yechilgani yo'q. Shunchaki son aniq bo'ladi. Keyin Nuriddin akaning shunaqa qo'llab-quvvatlamasangiz bo'lmaydi. Keyin o'qituvchilar telefon, eng yaqin o'qituvchilarim, "Opa, hayajon kuchli. Men bilan 5 minut gaplashing. Sal o'zimga kelib olay. Lekin yordam bermasangiz bo'lmaydi. Yo'q desangiz bo'lmaydi." Keyin aytdim, eng yaqin ustozlarga aytdim, shunaqa vaziyat, yordam beringlar. Chunki men bir o'zim bunchani bari olib borib kelishmaydi, olib borib kelaman, lekin nazorati, chunki 5-sinfdan boshlab bu yog'i 11-sinfgacha hammasi bor. Hammasini men to'laqonli bilmayman. O'zi sentyabrda kelganman. Tanimaydigan o'quvchilarim ham bor. Keyin ular yordam berishdi. Kelib ketdinglar. Kelib ketdik. O'quvchilaringizni ko'zida o'shanda anaqa ko'rdim. Olov ko'rdim. O'zingiz masalan shunday tadbir tashkil qilganingizda ulardagi hissiyotlarni ko'rib, qanaqa bir nima deydi, xulosaga kelasiz? Ularda o'zi ko'rinadimi shunday narsa sizga ham? Bo'ladi. Hammaga bir marta imkoniyat berish kerak. Chunki hech kim bittada zo'r bo'lib ketmaydi. Ayniqsa mana shu narsa bo'yicha ustozlardan, ota-onalardan xafa bo'lib ketaman. O'quvchilar xuddi mukammal inson. Bittada borib, bittada zo'r bo'lib ketish kerak. Keyin savol beraman, o'zingiz bittada zo'r bo'lganmisiz? Shu paytgacha. Mana bitta tadbirga borib, dunyoqarashingiz 100% o'zgarib, 180 gradus bo'ldi men. Bugundan boshlab hamma narsani yig'ishtiraman, faqatgina ilm yo'lida ketaman deb o'zingizga shart qo'yganmiz? Yo'q. Bu o'quvchi. Bular ham bittada zo'r bo'lib o'zgarmaydi, lekin biz masalan shuncha o'quvchidan bittasiga agar qalbiga yo'l topib, uni kelajagiga ta'sir qila olsak, zanjir reaksiyasi. U kimnidir kelajakda kumeri bo'ladi. Shunaqa. U ham keyin mana xuddi shunday podkastimizda ustozim yoki mana shaxs tufayli degan gaplar aytadi. Chunki biz ham ko'p ustozlar aytamiz. Agar mana shu ustozim shu gapni aytmaganda men bu yo'ldan ketmas edim. U ham kimnidir kumeri bo'ladi. Bir-biriga yelkadosh bo'ladi.
va qachondir siz o'sha o'quvchingizni og'zida mani Dilmurod ustozim mana shunaqa degandilar, mana shu ishlari sababchi bo'lgandi deganda shu missiyangizni bajargan bo'lasiz, to'g'rimi? Mana 1 yil davomida shu sohani ichidasiz va o'sha qasd bilan kirishgansiz. 1 yilda nimadir o'zgartira olaman deb. 1 yil ichida masalan bugungi kunda mana o'quv yili yakunlanyapti. Bitiruvchi sinf o'quvchilaringiz bo'lishi kerak, to'g'rimi? Ular orasida shu men ham ustozimga o'xshagan yoki informatikaga qiziqish uyg'otib, shunaqa ularda ishtiyoq uyg'otib, aytishnik bo'lish qaroriga keltirgan bir o'quvchilaringiz bormi? Ular ko'p. Lekin ularga aytaman, o'zlariga mana umumiy ommada aytaman, birinchi o'rindan umuman erinmanglar. Birinchi o'rinda erinmanglar. Har bitta narsa detalni yondashinglar. Umumiy. Agar erinsanglar, nimanidir chetda qoldirib, nimanidir tashlab ketsanglar, u ko'zlangan natijaga erishib bo'lmaydi. Masalan, men hayotim davomida deyman, birorta erinchoq dasturchini ko'rmaganman deyman. Chunki hammasi sinchkov bo'ladi dasturchilar. Sen realniy muammolar bilan uchrashasan. Agar sen hozir o'zingni hayotingni muammoni yecha olmasang, erta sen kimni, qaysidir bir kompaniya muammosini yechib bera olasan. Sen o'zing kichkinagina muammoni yecha olmayapsan. Sen dasturchi sifatida qaysidir bir kompaniyani katta muammolarni yechishga qanday bel bog'laysan? Ba'zi bir joyda motivatsiya beramiz, ba'zi bir joyda anti motivatsiya beramiz. Anti motivatsiya motivatsiya rolini o'ynaydi. Ko'pincha, to'g'ri. Shunaqa. Agar har bir o'qituvchiga bitta maslahat berish kerak bo'lganda, nima maslahat bergan bo'lardingiz? O'qituvchiga. O'qituvchiga ham birinchi o'rinda fidoyilik. O'z ishiga fidoyilik bilan yondashsa, ko'zlangan maqsadlarga bemalol erishsa bo'ladi. Bizni ota-onalar ko'rib turgan bo'lishi kerak va o'zingiz ham o'sha bolalar bilan ishlaydigan inson sifatida ota-onalarga nima degingiz keladi? Ota-onalarga ko'p narsa aytgim keladi. Birinchi o'rinda farzandingiz kelajagi uchun umuman befarq bo'lmang. Har qanday vaziyatda ham. U xoh bitta xato qilsin, xoh zo'r mukofotlarga mana bu loyiq bo'lsin, lekin hech qachon ko'ngilni o'ksitmang. Hech kim bittada zo'r bo'lib ketmagan. Ba'zi bir ota-onalar bor, bitta xato qilib qo'ysa u fojia bo'ldi. Lekin bitta mana bu qanaqadir yutuqqa erishib qolsa, u mukofotda u tengi yo'q, bo'ldi, shu joyda to'xtatib qo'yishadi. Birinchi o'rinda umuman e'tiborni susaytirmang farzandingizdan, uni ruhiyatiga noto'g'ri ta'sir qilib qo'ymang. Uni kelajagini siz kelajagi bilan o'ynashasiz. Uni kelajagini yo yuksaklar ko'tarishingiz mumkin, yoki bolta urib qo'yishingiz mumkin. Bir umr keyin vijdon azobida o'tib ketib qolishingiz mumkin. Bunga misol qilib aytaman. Men abituriyent doshlarimdan ko'proq misol qilaman. Rustam degan bola, balkim ko'rar, uydagilar ham. Bola oilasi to'liq shifokorlar oilasi. Lekin bola aniq fanlarga qiziqadi. Birinchi yil tayyorlanyapti, o'qishga kira olmayapti. Lekin u aniq fanlarda yuribdi. Hujjat shifokorlikka topshirilgan. Bola qarshilik bildira olmayapti. Keyin nima bo'lyapti? Xullas, uyiga telefon qilsak, endi hamma bir-biridan so'raydi. Abituriyentlar, nima bo'ldi do'stim, o'xshadimi? So'rayapmiz. Uydagilar telefon berish xohlamayapti. Aytdim, aka dedim, akasi bilan gapirdim, aka dedim. Bu sizni o'zingizni ikkinchi variantingizni bu do'stimizda ko'rmang. Buni qobiliyatlari, layoqatlari boshqa sohada. Hozir biz buni siz balkim yaxshilik qilyapman deb, balkim yomon yo'lga boshlayotgandirsiz. Kelajagi bolta urayotgandirsiz. Ancha suhbat qildik. Keyingi yil nima bo'ldi? Koreys tilini o'rgandi. Koreyaga ketaman, chunki O'zbekistonda o'z kelajagini ko'rmayapti. Yaqinlari bunga qarshilik bildiryapti. Nima bo'ldi? Koreys tilini o'rgandi. Oilasida yetarli sharoit qilib beryapti. Koreys tilini o'rgan, Koreyaga ketdi. Hozir Koreyada ishlayapti. Aniq fanlar o'zimizning aniq fanlar dasturchi injenering shunaqa soha bo'yicha ketgan. Lekin havas qilsa arzigulik o'z farzand bo'lib yetishganda, zo'r kadr bo'lib yetishgan. Uydagilar hozir endi havas qilishadi. U paytlarda lekin imkoniyat berishmagan. Xuddi shunday ota-onalarga aytardim, o'z farzandingizni qiziqishi bo'yicha yo'naltiring. Siz
o'zingizni ikkinchi variantingizni yaratmang. Uni ham o'zini xohlagan qiziqishlari bor. Kelajakda o'zi xohlagan kasb bo'yicha ketsin, u hech qachon ishlamaydi. Hobbisi mazza qiladi. Masalan, menda shunaqa pedagogika. Dars o'tsam mazza qilaman. O'quvchilar yig'ib olaman, qo'shimcha nimadir o'rgatsam, bo'ldi. U charchagan paytingizda mazza qilasiz. Da. Aslida farzandimiz kelajagi, bu o'zimizning kelajagimiz. To'g'ri. Jumlani yakunlang. ITning kelajagi bu ITning kelajagi bu rivojlanish, taraqqiyot, yuksaklik, buyuklik. IT sohasiga yo'l olgan o'quvchilaringizga nima maslahatlar berasiz? Avvalosi o'z yo'lida hech qachon qaytishmasligi kerak, maqsad yo'lda. Bo'ladi hayotda har qanday qiyinchiliklar, har xil to'siqlar, to'siqsiz, qiyinchiliksiz bir natijaga erishish qiyin. Har qanday vaziyatda ham o'sha ko'zlangan missiyasi, ya'ni ko'zlangan natijasi uchun oxirigacha kurashsin. Oxirigacha kurashsin. Chunki baribir unga atalgan narsa baribir bo'ladi. Faqatgina ozgina sabr. Bunga ko'proq ustozlarimiz ham aytishgan, tunning eng qorong'i qismi kun yorishadigan paytda bo'ladi. Ozgina kutish kerak. Ba'zi shogirdlarimiz bor, kutishmaydi. Bu o'rinda ham o'zimda ham hayotimda ham bo'lib o'tib ketgan bitta yaqinda voqea. Ham endi aytmasang bo'lmaydi. Maktabimizda men oxirgi nuqtagacha borishni yaxshi ko'raman-da. Muammolarni o'rganishni. Ko'ryapman. Birinchi o'quvchilar vazifa beryapman, ba'zilar bajarmayapti, loqaydlik qilyapti. Ko'ryapman, o'xshamayapti. Yana vaziyat imkoniyat beryapman, yana foydalanmayapti. Keyin nima qildim? Ota-onalarga qo'shimcha xat yuboryapman. Bari bo'lmayapti. Rahbariyat o'xshamayapti. O'quvchilardan ko'ryapman, natija bo'lish uchun juda katta ish qilish kerak. Bitta o'zimni ko'rayin dedim. O'zingni deydi, qandayligini bilmoqchi bo'lsang, avvalo o'lib ko'r deydi-ku. Pastga tubiga tushib ko'r deydi. To'xtanglar dedim. Bo'ldi, men bu maktabda ishlamayman, ketaman. Chunki qarayapman, o'xshamayapti. Qo'limdan kelmayapti. O'quvchilaringizga aytyapsiz. O'quvchilarimga men aytyapman. Xo'p, to'satdan qaror bo'ldi. Bu yerda agar o'xshasa edim, o'quvchilar va'da bersa, o'ylab ko'raman dedim. Agar bo'lmasa edim, chunki mendan boshqa yaxshi o'qituvchilar ko'p. Men eplolmayotgandirman balkim. Chunki bir yil o'zimga vaqt berib qarayapman, ko'zlangan natijaga 100% erishib bo'lmayapti. Keyin balki eplolmayotgandirman. Balki menda layoqat yo'qdir. Yaxshi kadrga beray joyimni, bo'shatib beray, ular davom ettirsin. Keyin ketaman deb qaror qildim. O'sha kuni masalan kechki payt soat 3 da qaror qilgan bo'lsam, to'satdan bo'ldi hammasi, chunki qiyinchiliklar. Kechqurun 12-1 gacha reja tuzib chiqaman. 2 chorak qiynaldim. Chunki natijaga erishish uchun qo'shimcha bari menga yana narsa kerak-da. 3-chorakda shunday bo'ldi. 21-yanvar kuni, adashmasam. 23-yanvar kuni dadam tug'ilgan kun. Ketaman deb qaror qilganman. O'quvchilar xona to'liq bosib ketdi yana. Bo'ldi. O'quvchilar yig'layapti. Ketishingiz xohlashmayapti. Ketishimni xohlashmayapti. Ustoz deyapti, yo'q deyapti, va'da beramiz deyapti. Ustoz deyapti, yo'q deyapti. Bu bitta ikkita kishi o'quvchiga qarab, shuncha o'quvchilaringiz bor deyapti. Bularga siz ko'z yumasmi deyapti. Qanday siz ko'z yumib ketasiz deyapti. Aytdim, mendan yaxshi o'qituvchi keladi deyapman. Chunki balki men qayerda xato qilayotganim, balki ko'ngil bo'shlik qilayotgandirman. Mendan yaxshisi keladi. Sizlar ozgina sabr qilib tursangiz keladi. Keyin obeddan keyin xullas 6 gacha xonam o'rab olishdi. Avtobusda ketadiganlar bor, avtobusda ham ketishmadi. Ustoz ketmaysiz. Bo'ldi. Kimga arizangizni berdingiz deyapti. Arizani direktorga berdim deyapman. Ketdik direktorning oldiga ketishyapti.
keyin aytdim yo'q to'xtanglar, unday qilmanglar, yo'q men hujjat berdim, oldiga kirmanglar iltimos, rahbariyat oldiga kirmanglar iltimos, ko'ramiz Qolaman lekin dedingmi? ko'ramiz lekin va'da bermayman dedim. Ishonasizmi, men o'shanda uyga ketgan bo'lsam, uyimizga bir 20 tacha o'quvchi keldi. Oxir uydan qochib ketdim. Uydan opamlarga bordim. Chunki uyga kelyapti. O'quvchilar keldi, ota-onalar kelishyapti. Opamlarga borib telefon bezukka qo'ydim. Telefonni qo'ydimda hech narsa qilmadim. Keyin uyga soat 12 lardan o'tib bordim. Shunday Telegramni ochib qarayapman. Bum. Hamma yozgan, istoriyalar tashlangan, shunaqa va'dalar berilgan. Va'dalarni bajarishyaptimi? Va'dalar berilgan. Keyin to'liq men aytdim, o'quvchilarga 100% ishonish qiyin. Chunki esda chiqib ketadi. Keyin nima bo'ldi? Bu kunisi bormayman dedim. Bu kunisi ishga bormayman dedim. Keyin bu kunisi bormasangiz bo'lmaydi. Keyin sherigim yo'q edi, bordim. Ustoz yana keldi deyapti. Ustoz qoldingizmi deyapti. Yo'q. Yana o'quvchilar keldi, yig'lab kelyapti. U darsda ham yig'lab o'tibdi-da, boshqa darslarda ham. O'zim darsim ham shunaqa mungli dars bo'lib ketdi. Yana o'quvchilar darsda o'sha bir kun, ikki kun shunaqa bo'ldi. Birortasini yig'idan to'xtata olmayman-da. Keyin 23-kuni rahbarimizni ham to'g'layman, dadamni ham to'g'layman. U kuni ham ishga borishim kerak. Men ishga borish xohlamayapman. Lekin yana borishim shart. Direktorimiz Nurinaga aytdi, men tug'ilgan kunimga katta sovg'a qilmang dedi. Iltimos sizni. Xo'p dedim. Keyin dadam keldi. Dadam tug'ilgan kuni bo'lyapti. Kech bordim dadam tug'ilgan kuni, chunki bu yerda ishdan ketyapman degan gapni ayta olmayman. Eski kollektiv bilan uchrashib qoldik. Ular meni maqtashyapti-da. Ota uchun farzandidan maqtov eshitish eng zo'r natija deb o'ylayman. Maqtov eshitishyapti, lekin ichimda o'tyapti-da. Shunday borib akamga aytib keldim. Aka dedim, ishdan ketayotgan aytib qo'yishmang dedim. Agar bu natija hozir dadam eshitsa-dim, shuncha mana bu erishilgan, aytilgan gaplar, eshitgan gaplar bir pul bo'lib ketadi, kayfiyat yo'q bo'lib ketadi. 2 kun ham bordim ishga. 3-kun hamma o'quvchilar keldi. Ular sizdan va'da bersanglar, faqat bitta imkoniyat bor. Mayli maygacha qolaman, lekin sizlar bilan kelishib olamiz. Avvalo o'zim dema, biz de. Chunki o'quvchilar bor, o'zi bilimli bo'lsa bo'ldi, qolganlarda ish yo'q. Hozirgacha aytaman o'quvchilar, sen o'zingni o'ylama. Sen bunga nimadir ber, senda 2 marta bilim oshadi. 1 marta o'rgatish, 2 marta ilm olish. Sen bunga ham ber, unga ham ber, sen o'rgat, yaqin do'sting-ku, o'zing sinfdoshing-ku. O'rgat, 2 marta ilmli bo'lasan. Uni ilmdan ajri senga keladi, yana ilming oshib boraveradi. Xuddi shunday nima bo'ldi, shu zaylda davom etyapti. O'zgarish bor, Xudoga shukr. O'zgarish katta. Ko'p va'da berishing, o'shandan keyin bolalar bir-biriga yordam berishadi. Ularga ham aytdim, shaytondan o'zi e'tibor bersak, shayton o'zi farishta bo'lgan. Men degani uchun ham farishtalar safidan quvilgan. Xuddi shunday biz ham men degan tushunchani shu bugundan bo'ldi, bas qilamiz biz, jamoa. Biz. Agar men desak, hamma men desa, jamiyat qanday rivojlanadi? Muammolar kim yechadi? Hamma o'zini meni bilan yuraversa. Hamma muammolarga hech qanday daxlim yo'q. Bu muammo buniki deb yursa, uniki deb yursa, u ham hamma menga taalluqli emas, muammolar kim yechadi? O'zbekistonda muammolar yetarlichadan bisyor. Sizlar yana muammoga muammo tug'dirib berasizlar. Qo'yinglar. Bitta muammoni kamaytiraylik, shu yerda o'zida. Keyin ya'ni shu yerda peer-to-peer metod, ya'ni o'rgat, bir-biriga o'rgatadi, bir-biridan ilm oladi. Qo'l kelyaptimi? Ancha.
Zo'r. Endi hozir mana mayga yaqinlashib qoldik. ITga qaytasizmi, o'qituvchilik bilan shug'ullanasizmi? Yo'q, hali yil yakunida ovozga qo'yamiz. Ovoz natijasi hal qiladi. Tushunarli. Shunda sal adolatli bo'ladi. Oila a'zolaringiz o'zi qo'llab-quvvatlashadimi? Ha. Dilmurod, rahmat, vaqtingizni, qimmatli vaqtingizni ayamasdan tashrif buyurganingiz uchun. Nima haqida gapiraman deb o'ylab keldingiz-ku, lekin biz uni chiqarib ola olmadik. O'zi to'g'risini aytadigan bo'lsam, bu yoqqa kelayotganda ba'zi bir bu tadbirlarga rejalashtirilganda, bu rejalar o'zgarib ketib qoladi-da. Keyin nima bo'ladi dedim. O'zgarmadimi, sizga ham yozdim. Lokatsiya o'zgarmadimi, kun o'zgarmadimi, vaqt o'zgarmadimi? Nima gapiraman? Xo'p, sizga ham aytdim, mavzular nima? Keyin aytdim, demak bu yerda bir hikmat bordir. Vaziyatga qarab, o'zimda borini hech qanaqa yolg'on ishlatmagan holatda ro'y-rost aytaman dedim. O'quvchilarga, bizni ko'rib turgan ota-onalarga shuni aytardim. O'z farzandingiz taqdiriga umuman befarq bo'lmang. O'zingizni ikkinchi versiyangizni yaratmang. Uni qiziqishlariga e'tibor bering. U kelajakda qaysi soha egallashdan qat'iy nazar eng zo'ri bo'lishi uchun zamin yaratib bering. Uni qo'llab-quvvatlang. Har qanday vaziyatda xato qiladimi? U muvaffaqiyatga erishadimi? Har qanday vaziyatda uni yonida bo'ling, sirdoshi bo'ling. Agar siz sirdoshi bo'lmasa, u sirdoshni boshqa joydan axtaradi. U bilan birgalikda yuqori marralarga erishishda yordam bering. Ko'rasiz, hali zo'r natijaga erishadi. Rahmat kattakon. Xursandmiz va kelgusi ishlaringizda va oldingizga qo'ygan maqsad va missiyalaringizda sizga muvaffaqiyat yor bo'lishini tilab qolamiz. Rahmat. Chunki Xudo xolisa buni orqasidan bir shaxsir yuksalish orqasidan jamiyatimiz ham rivojlanadi. Rahmat. Rahmat Dilmurod. Suhbat uchun rahmat.